Yag'anlarini ana ko'rgan hayron qolaman bori. Bir hayot davomida o'zi ko'rmagan bo'lsa, bir narsani his qilmasa-da, ko'chaga chiqib o'tirishga balo bormi? Buni ham ichidan o'tadi, o'rtoq. Dunyoni ko'rgisi keladi, odamlarni ko'rgisi keladi. Ichidan o'tadi buni. Qop-qotda o'tirib uyalmaysizlar. Qayoqda bitta ko'zi ojiz odamni g'iybat qilgan, ha? Uyalinglar ozgina. O'zi aslida u odam ko'ramas, biza ko'rimiz. Aqlli. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bittaman. Shokir aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchaysizmi? Bolam tuzimiz tinchmisiz? Rahmat. Ziyq qomadingizmi? Ayyo, bolam, rahmat. Shokir aka, bitta savolim bor edi sizga. Hop. Shu hayotingiz davomida bir ichingizdan o'tganmi? Yorug'likni ko'rsam, odamlarni ko'rsam, hayotni ko'rsam degan narsa. Ya, bolam, qiziq savol bo'ldi-yu. Yo, bolam, men hech bir ko'rlik yaxshi narsa emas-ku, hech qiziqmagan ekanman ko'rishga. Bu fisq fasod, g'iybat, bo'xton, ichi g'araz niyatda yuradigan odamlarni ko'rgandan ko'ra, qorong'u zulmatim yaxshi bolajonim. Ana shunaqa gaplarda bolam. Nazokatxon bugun ishdan vaqtli qaytibsizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tavba qilaman. Choli ko'z ko'rmasa ham men har doim ko'raman. Siz rostdan ko'rmisiz, o'z ko'rligi savolasizmi? Nazokatligini qayerdan bildingiz? Ha, men bolam hididan bilaman. Ayollarni hididan bilaman men. Baribir.